Bugun tumanli havo. Xo'sh do'stlar, assalomu alaykum. Birinchi zakazni ham qabul qilib oldik. Komfortdan klient qayerga bor ekan? Konsert hol Verxniy Portoviga bor ekan. Klient reytingi 484. Biz hozir вторая круговая bizda o'tiribmiz. Havo bugun bulutli havo. Moshincha bunday toza slevki. Klient chiqmagani yomonda. Hozir artib olyapmiz, ancha klient ham chiqyapti asta. Klient emas ekan, bu boshqa qiz ekan. Biz Makoyga qarab artib olamiz. Hozir degandan klient chop chiqsa, klient chiqmagani shunisi yomonda. Hozir ikkinchi zakaz olib kelyapmiz. Birinchi вторая круговайdan olib kelgan zakazimiz. Короче, klientlar adresda neправильно указать qilgan. Yana borzi. Derskiy javob qaytaradi shunaqa. Bizga farqi yo'q. Baribir birov mashinaga chiqqandan keyin xushmuomalali bo'lish kerak. Biz hozir Verxniy Portovidan Stanikovich ko'chasiga kiryapmiz. Oldin bu tarafga bilganlar O'zbekiston posolstvosi bordi. Verxniy Portovi Qiroltiya. Hozir Pushkinskiyga ko'chgan. Stanikovich borib hozir klientni olamiz. Klientim kuturgandim biza. Короче, klient tochkan qo'ygan. Nima ekan? Jida Aeroexpress Vladivostok elektrichka ketgan tarafga. Hozir biz o tarafga borishimiz kerak. Ashaq Maxim 4 o'shanga boramiz. Bugun короче Vladivostokka Dengorod Kitay отвечаться qiladi. O'shani olib boramiz. Kitaylarni o'rniga. Klientni olib keldi 300 rublga. Mana shuni olib kelyapmiz. Bizga yana zakaz bergan. Mikroskiy 48 dan beribdi. Yo'lda ehtiyot bo'lib ketamiz. Hamma joy ko'klam hozir. Yaxshi. Zakazlar bu. O'zlaringizda nima gaplar do'stlar? Kim qayerdan kuzatyapti meni? Yozib ketinglar. YouTube'ga yangiman. YouTube'ga videoni ko'ringlar, подписаться bo'lib, поделиться bosib qo'ysanglar, xursand bo'laman. O'zimiz ham jaydar deydi-ku, video kontent qilayotgan odamlar biz. Kimdirlar Vladivostok shu joylarni ko'rsa, xursand bo'laman, manfaatli. Endi har kuni bir yarim soatlik 40 minutlik video chiqaraman. 20 koeffitsient bilan beryapti. Buni zaifshat qilib 301 rublga. Остановкаdan cho'g'i 35 ana. Dvigatsiya qilamiz biz. Данный момент Davido tarafga Cherorechga biz. Qanaqa cho'p ketyapti bu? Tinchlikmi? Qay tarqangan? Bash taraf yo'lchilar ham o'ng'ir-cho'ng'irda. Bu yo'llarni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi deydi-ku, bu sekretniy yo'lda. Ruskiy улица 72 ni oldidan chiqamiz. Yo'lni kesib, lekinlar strechka kiyib qolishi mumkin. Strechka kiyib qolish nimasi bor-da? Katta risk. Bugun shanba, hamma mashinalar uyga turibdi. Nimada? Parkovkaga turibdi. Hozir yana bir 2 soatdan keyin bular hammani qurt-qimillab ko'chaga chiqishni boshlaydi. Ko'chalar probka xor. Remenni toq deyapti endi. Hozir video olay, remenni keyin toqaman. Mana shunday strechkadan kelib qoladi-da bular. Chaq oradan. Yo'l berishga обязан biza.
Shunga qaraymiz. Hech kim bo'lmagandan keyin chapga qarab burilamiz biz. Voy, katta ko'chaga chiqib olyapman. Mana balonni ichib ketdilar. Ya balonni ichib o'zi yopib qo'yibdi stupitsani. Pachimli ketganmi, nima bo'lgan? Короче, на местdan bosdi. Keyin chiqib bosdi. Xo'sh, bizlar Glinkadan oldik. Sedanki tarafdan zakaz oldik hozir. Ko'prik betidan. Xudo xolasa shaharga qarab boradi deb o'ylayman. Chunki shahar ichi koeffitsient yonishni boshladi. Chetga chiqishdi, foydasi yo'q. Hozir faqat shahar ichi ishlagan yaxshi. Men ko'pincha mana qo'shiqlar eshitaman. Rome, Turetskiy, как Relix deydilar mana. Kuni bo'yi eshitasiz, odam charchamaydi. Naborotda mana bu taksistlar zo'rda men uspokоить qilib chotga yuradi. Chunki biz bari taksistlar biz neyroniki biz. Bilasizlar o'zlaringiz. Aytish hojati yo'q. Shuning uchun shunaqa qo'shiqlar eshitib tursanglar, chotki. Shunday qilib o'tib ketsam-mi? O'tib ketolmaymiz-da, yo'lga to'siq bor. Bu katta ko'cha, chiqish yo'llar. Mana. Vladivostok, Xabarovskiy. Usurskiy qarab ketayotgan M24 deydimi? Yo'lning nomi nechi buni? Yo'lning nomi ham yozilmagan ekan. Endi rayon Makovskiy, Sedanki City tarafda. Tashoqacha qaranglar. Toshdan terilgan. Yo'l bermay haqqa boradi. Avrenka yoqamiz qo'yaveradi. Xo'sh, bugun nima probka deyishlaringiz mumkin? Chunki havo yaxshi, hamma shahardan tashqariga chiqib ketyapti. Itday выходной. Shuning uchun qochyapti bular bari. Dachaga borib shashlik pishiradi. Biz ishlaymiz faqat.